Assalomu alaykum, yaxshimisiz? To'g'risiz. Aka, mana bu bilasiz, bundan oldinroq xalqqa aytgandingiz-ki, Taysonga bitta darvoza beraman degandingiz, nasib bo'lsa degandingiz. Ko'p odam o'sha payt stoz qo'ygan paytda bu aka aldayapti, bu samarqandliklar hech kimga darvoza bera olmaydi ham deb aytgandi aka. Bu mana aka keldim mana darvozani olib kelishga. Rostmi, yolg'onmi? Mana xalq bilsin aka, ko'rsin aka. Aka, bizga gapimizga javob beramiz. Biz O'zbek Taysoniga darvoza qo'yib beramiz dedikmi? Qo'y quryapti ekan. Mana o'zimiz sexgacha chaqirdik aka. Mana ishlarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Bizga gapimizga javob beramiz. Darvozangizni olib borib qo'yib ham beramiz aka. Mana do'stlar, nasib bo'lsa Xudo xohlasa akalar, Azimjon darvozasini qishgacha qo'yib olamiz akalar. Azimjon gruppasi orqali. Aka, bu yerda faqat darvoza chiqaradimi yo boshqa narsalar ham chiqaradimi? Temirdan xohlagan narsa aka, darvoza, reshotka, kachila, perila xohlagan narsa edi. Luboy odamga katta mana bu ip, dompop qilaman desam, o'lchamida qirib beraverasiz luboy narsani. Farqi yo'q. Aka, bu sizni topish uchun qanaqa bog'lanib keldi sizga? Instagramda Azimjon darvozachi yozsalar chiqadi. Do'stlar,